Qalqonsimon bezda tugunlar paydo bo'lishi bu buqoq saratonini chaqiruvchi eng asosiy omillardan biridir. Uning eng xavfli jihati bu yomon sifatli o'smalar hosil bo'lishida. Assalomu alaykum. Bugun qalqonsimon bezdagi tugunlar haqida eng muhim va kerakli ma'lumotlar ustida gaplashamiz. Bizga obuna bo'ling, chunki InMeditsina kanali siz va sizning yaqinlaringiz salomatligini saqlab qolishi mumkin. Videoni diqqat bilan tinglang va tomosha qiling. Qalqonsimon bezda tugunlar paydo bo'lishi bu buqoq saratonini chaqiruvchi eng asosiy omillardan biridir. Qalqonsimon bez bilan bog'liq muammolar dunyoni juda keng qamrab olgan. Ushbu muammo bilan kasallanganlar soni Jahon sog'liqni saqlash ma'lumotlariga ko'ra 700 million insonni tashkil qiladi. Har yili ushbu statistika 5% ga ko'tariladi. Kasallikning asosiy qatlami ayollar hisoblanadi. Qalqonsimon bezda tugunlar paydo bo'lishi bu buqoqda mahalliy to'qimalar hosil bo'lishidir. Qalqonsimon bezda tugunlar hosil bo'lishining asosiy sababi bu organizmda yod yetishmasligi, nasliy sabablar, organizm radiatsiya va nur bilan zararlanganligi va kuchli zaharlanishdir. Bir dona to'qimadan bir nechta boshqa to'qimalar shakllanib, ular yaxlit tugunlar hosil qiladi. Tugunlar yaxshi sifatli va yomon sifatli bo'lishi mumkin. Qalqonsimon bezda tugunlar paydo bo'lishining xavfli tomonlari shundaki, ushbu kasallik o'zini namoyon qilmaydi va insonda hech qanday simptomlar kuzatilmaydi. Ushbu kasallikning yashirin ketishiga sabab qalqonsimon bez gormonlarining sintezi buzilishidir. Tuguncha borligi va uni kattarganini faqatgina UZI tekshiruvi orqali bilish mumkin. Tuguncha o'zini faqatgina hajmi orqali ko'rsatishi mumkin. Ya'ni qalqonsimon bezda shishlar yuzaga keladi. Agarda mutaxassis tugunning tarkibida atipik hujayralar, ya'ni noodatiy hujayra topilganini ma'lum qilsa, u holda zudlik bilan operatsiya qilishga to'g'ri keladi. Buning xavfli oqibati qalqonsimon bez saratoni bo'lishi mumkin. Keyinchalik yutinish, ovozning xirillashi, baqirganda yoki balandroq gapirganda tomoq achishi, og'rishi va bo'yin sohasida noqulaylik kabi klinik belgilar bilan namoyon bo'ladi. O'z vaqtida davolanmaslik bir qator asoratlarga sabab bo'ladi. Buqoqqa yaqin bo'lgan qo'shni a'zolar, qizilo'ngach, traxeya va halqumning ishi buzilishi bilan boshlanadi. Yomon sifatli o'smalarda raqli intoksikatsiya belgilari kelib chiqishi mumkin. Yaxshi sifatli o'smalarda, masalan, o'sma qo'shni a'zolarga og'riq berganda va bo'yin sohasini tugunlar bosib olganda operatsiya amaliyoti buyuriladi. Agarda yomon sifatli o'smalar aniqlansa, operatsiya, nur terapiyasi va ximiyoterapiya yordam beradi. Ushbu tugunlarni davolash uchun ovqat va suv tarkibida yod yetarli bo'lishi, ortiqcha quyosh nuridan saqlanish kerak. Tugunli buqoqni paypaslab bilib olish mumkin. Tomoq sohasidagi tiqilish, bo'g'ilish hissi boshlanganda buqoq tugunlari kattargan bo'ladi. Bu holatda zudlik bilan endokrinolog mutaxassisiga uchrash va UZI tekshiruvidan o'tish hamda gormonlar buzilgan yoki buzilmaganligini aniqlash lozim. Uy sharoitida ko'proq baliq mahsulotlari, yangi sabzavot va mevalarni yeyish kerak. Tugunli buqoq kasaliga uchragan bemorlar kuniga 5 mahal to'laligicha to'qlikni his qilguncha ovqat yeyishlari lozim. Ko'proq mol va parranda go'shti, tuxum, donli mahsulotlar, salatlar, sut mahsulotlaridan, tvorog, kefir va sabzavotlardan ko'proq karamni iste'mol qilish kerak. Shakarsiz mevalardan tayyorlangan kompot organizmda yod miqdorini to'ldirishga yordam beradi. Ertalabga yangi olma yeyish mumkin. Mumkin bo'lmagan narsalar bular saryog', o'simlik yog'i, qora kofe, gazli ichimliklar, sous va uksus, jele va shunga o'xshash shirinliklar, achchiq taomlardir. Shu bilan birga har kuni 2 dona tuxum yeyishga odatlaning, chunki tuxum tarkibida yod va shunga o'xshash organizm uchun zarur moddalar juda ko'p. Sho'rvalarni yog'siz qilib iching. Baliq mahsulotlarini doimiy iste'mol qilishga odatlaning. Buning ilojisi bo'lmasa, doimiy yodamarin yoki yodafol ichib yuring. Bu ayniqsa ayol qizlarimizga zarur. Hurmatli tomoshabinlar, sizlar uchun to'plagan ma'lumotlarimiz ana shulardan iborat edi. Biz shu kabi muammolarga yana ko'plab videolar tayyorlashimiz uchun
layk va komment bilan qo'llab-quvvatlashni unutmang. Kasallik haqidagi har qanday savollaringizni kommentariyada qoldiring. Agar sizga mutaxassis kerak bo'lsa, video ostidagi ссылка ustiga bosing va shu yerga o'z murojaatlaringizni yozib qoldiring. Meditsina kanaliga obuna bo'ling, chunki bu kanal siz va sizning yaqinlaringiz hayotini saqlab qolishi mumkin. Qalqonsimon bez haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun rekomendatsiyadagi videoni tomosha qiling.